Qissa haqida bayon. Uch podshohlik haqida qissani so'zlashni boshlaymiz. Albatta bu uch podshohlik haqida qissani so'zlasak, hozirli chiqyapti bu gap. Eng ko'p deyiladigan tema, boshqalar so'raydigan, eng qiziqadigan bir pinglun mazmuni. Allamda kim eng yomon, qalamda kim eng donishman. Ko'pinchalar boshni so'raydi. Allamda yana jang martida, sang'ullar ichida, baturlar ichida kim hammadan yomon. Endi qalamda bu donishmanlik, aql parosat jihatda zot kim eng qaltis bularning orasida. Buningda menimcha hammalarning o'zgacha bir ko'z qarashi bor. Hammalarning kallasida o'zining o'ylaydigan bir yerlari bor. Shunga bugunlar mana tunji temamizda pinglunchida hammanglar mana pinglun qilib qo'yganlarni shuning qarta biz ayatdagi so'zlaydigan mazmunlarimizni davomli belgilaymiz. Endi mazmunimizni kelsak, uch podshohlik haqida qissadagi bu davr Sharq Xan sulolasining oxirida seriq yog'liqlar qo'zg'algan portlab, uda 8 oy davomlashdi. Bu chaqda qat-buqat krizislarga petib qolgan bu Sharq Xan sulolasining o'zini o'ngishvog'idek bir mag'dur yo'q, xalqni obat kuchtirgan, boyliqlar xo'rgan, harbiy kuch kamlagan, o'zini qayta bir o'ngishvog'ida qayta o'rnidan qo'yib ketgidek bir mag'dur qanmagan. Milodiy 189-yili 14 yoshli Xan Shaudi Lyuban taxtga o'tirdi. Xan jamoat kuchlarini bu yerda qo'lda tutib turayotgan xalqning o'rta haram og'larining kuchini tal-tuksi yo'qotib etish uchun Yuan Shaoning taklifiga binoan Jiroqki Dongjuga maxfiy ma'lumot yo'llaydi. Harbiy qo'shin bilan o'rduq bosib kirib, masharam og'larining mashu to'planni bir tinchitib berishini so'raydi. Shuning bilan Dongju butkul harbiy kuchi bilan Ostonni Loyangga besib kirdi. Loyang bog'liqni oldi. Shuning bilan qalayimqan bayliklar ichida 100 necha yil davomlashgan uch podshohlik davrining perdesi açıldı. Dongju baş vazir bo'lib, xalqning tizginini qo'lga olib, o'zining xalqini qildi, orada ahkomlarni buzdi, xalqancha buyruq tushirdi. Buningga chidimgan har qaysi bayliklar buningga qattiq norozilik bildirdi. Xalq norozilik qildi. Amaliyotda bu qolgan bayliklarni xonni o'ylab, xalqni o'ylab, bayek xalqni o'ylab qildi degandan ko'ra, hammasi Dongjuni ko'rmayotdi. Hasad qilyotdi. Hammasining ko'nglida aşı bir nərk səralıq ki bizni başquramda aş Tompay onundan men degan kim o? Men degan mandaq orduning amaldori, men degan mandaq necha vazirning avlodi. Meningcha eng chiqishqa huquqli kishi men. Asli men chiqib bosh vazirlik huquqini men tutsam qolganlar bang bo'ysun. Amaliyotda hammasining o'ylayotgani mushu ko'ngilda. Hech kimning haqiqiy bir xalqni qayta qutqizmoqchi yoki xalqni paravanlik qilish bundaq buyuk arzuda nayt az bundaqlar yo'qmi emas. Bu vaqtdagi xalqning kuni nayt tas, osh, to'q, yerim yalnosh yurib-atgan, orada ahkomlar, orada qonunlarmi adil emas, ba'di yo'q bo'layotgan. Shundaq bir qiyin bir sharoitlar. Endi mushundaq bir tarixiy sharoitda, mushundaq bir ansiz zamonda uch baturlarning sardori uch cho'qqa, uch bosh o'tirg'i chiqdi. Ya'ni Savsav, Liubey, Sunchen. Jahonni uchga bo'ldi bu uchchi. Bu 3 yil so'ngmi o'z oldiga bir ortiqchiligi, kamchiligi, yaxshi, yomon taraflari bor. Endi sizlarcha mana shu 3 podshohlik haqida qissada mushu 3 baturni biz o'zimizga ulgu qilmoqchi bo'lsak, mushulardan o'rganmoqchi bo'lsak, sizlar bo'lsanglar kimni ulgu qilsizlar? Yoki sizlar hammadan kimga qoyil, sizlar kimdan o'rgansak eng to'g'ri, eng yaxshi bo'ladi. Mushuni pengacha qolsanglar, men keyingi sonda o'zimning ko'z qarashina meningcha kimdan o'rgansak eng to'g'ri. Kim bu uchining ichidagi, mana uchining ichidagi kimi zodi eng qaltis qasi. Buni keyingi zo'pinda men so'zlayman. Meningcha hech kim mening kimni deydiganini o'ylab topolmaydi deb o'ylayman o'zimcha. Amsa birodarlar, ko'rman do'stlar, bugundan boshlab uch podshohlik haqida qissa haqida bayonni so'zlaymiz. Hargizmi uch podshohlik tarixini emas. Şuna her qaysi bir tarixchi ustozlar, tarixni yaxshi biladigan do'stlar o'zining tarixiy nuqtai nazari bilan tarixiy bilimlarni achqib, bu mening so'zlagan mazmunimni bak qamchilab ketmasanglar, bak azor urvatmasanglar, ko'nglim bak nozik edaman. Ma'qulmi? Meningcha hammamizga ayon uch podshohlik haqida qissa yozilmagan bo'lsa, hech kim uch podshohlik tarixini bilmagan bo'ladi. Uch podshohlik davrida o'tgan bu Guayyu kimul, Savsav kimul, Liubey hech kim bilmagan bo'ladi. Hozircha bizning 4-5 ming yillik tarixda nurg'un haqallar, nurg'un yig'iliqlar, nurg'un bayliklar, nurg'un qissalar o'tdi. Kim nechisini bildi shularning orasida?
Muşlarning ichida faqat va faqat mana shu 3 podshohlik haqida qissa, mush vaqtdagi tarixni san'at darajasiga ko'tara olg'achqa, 3 podshohlik haqida qissa shunday yuqori saviyada yozilg'achqa hammamiz bilyapmiz. Hech qanday qissani, hech qanday bilmaydiganlar 3 podshohlik haqida qissani chuqur bildi. Shunga biz 3 podshohlik haqida qissani so'zlamoqchi, bayon qilmoqchi, yeyishib bu haqida tahlil etmoqchi. San'at darajasiga ko'tarildi dedim. Har qanday bir narsa eng yuqori pallasiga chiqqanda san'at darajasiga ko'tarilib turdi. Masalan, urush mushlashmi san'at darajasiga ko'tarilib boks bo'lib ketdi. She'rnimi chiroyli, mungluq dekilmas yaqilish barbara bu san'at darajasiga ko'tarilib naqsh bo'lib ketdi. Xuddi maddahlarning so'zini men bu san'at darajasiga ko'tarilib nutuq qoidalanganga o'xshash ish. Shunda har qanday bir narsa eng yuqori darajasiga ko'tarilgan vaqtda san'at darajasiga ko'tarildi. Mening so'zlamoqchi o'g'lim 3 podshohlik haqida qissa haqida bayon. Yoqtirgan do'stlar, qo'yinglar, yurak berib qo'yinglar. Rahmat.